mashinaga keldim. Desam ishonasizlarmi? Videoni oxirigacha ko'ring. Trek yozaman. Trek orqali mana orqamdan borasizlar agar mashinada kanyonga chiqmoqchi bo'lsangiz. Demak, bu lokatsiyamiz Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani Gazalken shahri oldida joylashgan bo'lib, Oqsoqota kanyoni deb nomlanadi. Toshkentdan bor yo'g'i 60 kilometr narida. Yo'llari juda ham yaxshi. Kanyongacha bemalol yengil mashinada borsa bo'ladi. Mashinadan kanyongacha bor yo'g'i 1 kilometr piyoda yurish kerak. Agar menga o'xshab kanyon ustiga chiqmoqchi bo'lsangiz, unda yo'l tanlamas mashina kerak bo'ladi. Aniq lokatsiyasi kerak bo'lsa, Telegram kanalimda olasiz. Agar sizga trek kerak bo'lsa, unda yopiq Telegram gruppamga ariza tashlab kirasiz. Trek o'zi nima deb qiziqayotgan bo'lsangiz, trek men piyoda yoki mashinada bosib o'tgan yo'limni GPS orqali yozib, mani trekimni yuklab borsangiz, tog'da hech qachon adashib qolmaysiz. Buni qarangki, kanyon ustiga ham yetib kelibmiz. Agar o'zingiz bilan choy va step shokoladlarni olsangiz, o'shanda mana bunaqa nerealniy joyda mazza qilib choy ichib, horda chiqarasiz. Do'stlar, tabiatda dam olganimizda shaxsiy chiqindilarimizni olib ketish esimizdan chiqmasin. Yana qayerlarni obzor qilib berishimni kommentariyada yozib qoldiring. Yoqqan bo'lsa, sizdan like va podpiska. Obzorni Ison Jumayev qilib berdi. Lokatsiya homiysi step shokoladlari. O'zingizni va tabiatni asrang. Bo'tga kelishi kerak.